Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerika hukumati yana yangidan 5 Xitoy shirkatiga savdo cheklamasi qo'ygan. Hindiston armiyasi boshlig'i Amerika Xitoy raqobatining talash tartishdagi chegarada texmi cho'ng to'qinish keltirib chiqarishi mumkinligini aytgan. Amerika jasusluq organi tor mas'uli Amerikaning TikTokning ana shirkati ByteDance shirkatini nazorat qilishini talab qilgan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Amerika hukumati yana yangidan 5 Xitoy shirkatiga savdo cheklamasi qo'ygan. Reuters agentligining 28 mart kunidagi xabariga qaraganda, Bayden hukumati seshanba kuni Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni bostirishga yordam berganlik uchun Xitoydagi 5 shirkatga yangi savdo cheklamasi qo'ygan. Ekizionning 2021 yilning oldingi yarim yillik doklatiga qaraganda, Lobo Xaishi Dingshin elektron texnika shirkati, Moyu Xaishi elektron texnika shirkati, Pishan Xaishi Yong'an elektron texnika shirkati va Urumchi Xaishi Shinan elektron texnika shirkati qatorliq 4 Xitoy shirkati kuzatish kamerasi ishlab chiqargan shirkatlar bo'lib, Amerika savdo tarmoqlari federatsiya tizimlik jadvalida Xitoyning bostirish, keng ko'lamda xohlagancha tutib turish, Uyg'ur xalqi va boshqa musulmon asonliq millat to'pi a'zolariga qaratilgan yuqori texnikalik nazorat qilish harakatini yo'lga qo'yib, kishilik huquq dafsanchiligi yurgizishda rol o'ynaganlik uchun yangi cheklimlar bu shirkatga qo'yildi deyilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Maoning Amerikaning normal iqtisodiy hamkorlikni siyosiylashtirish orqali Xitoy shirkatlarini bostirib, atalmish Xinjiangni muqimsizlashtirayotganligini jo'ylagan va yana Xitoyning barliq zarur tadbirlarini qo'llanib, Xitoy korxonalarining qonunliq huquq manfaatini qo'g'daydiganligini aytib, muthamlik qilgan. Hindiston armiyasi boshlig'i Amerika Xitoy raqobatining talash tartishdagi chegarada texmi cho'ng to'qinish keltirib chiqarishi mumkinligini aytgan. Bloomberg xabarlarining 29 mart kunidagi xabariga qaraganda, Janubiy Osiyo davlat armiyasining boshlig'i general Manoj Pande Washington bilan Beijing o'rtasidagi munosabatning yomonlashishiga ergashib, Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi chegara jiddiyligining texmi cho'ng to'qinishga aylanib qolishi mumkinligini, talash tartish qilinayotgan chegaradagi xiloflik qilishning munosabatni texmi nacharlashtiradigan yoshirin qo'zg'atqich omil ekanligini, Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatning Amerika bilan Xitoydan iborat ikki cho'ng kuch o'rtasidagi raqobatning ta'siriga uchraydiganligini aytgan. Yangi Dehli va Washington, Yaponiya va Avstraliya bilan birlikda Xitoyning Hind Tinch okeandagi kun sayin kuchayayotgan g'aljirligiga qarshi turish uchun qurilgan Quad gruppasining a'zolari. Xitoy ularni so'g'uq munosabatlar urushi keltirib chiqaradigan sheriklar deb tanqid qiladi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzida Xitoy Moskvani qo'llaganlikdan Xitoy bilan Amerikaning munosabati texmi yomonlashgan. Amerika ittifoqdoshlarini Vladimir Putinni jazolashga yetaklayotganda, Xitoy prezidenti Xi Jinping yaqinda Rossiyani ziyorat qilib, Xitoy va Rossiyadan iborat bu ikki davlat texmi ko'p hamkorlik o'rnatishga qo'shildi. Hindiston bilan Xitoyning talash tartishdagi chegara uzunligi 3488 kilometr keladigan Himolaya chegarasi bo'lib, bir necha hafta ilgari Amerika parlament a'zolari Xitoyni ko'ziga ilmay Arunachal Pradeshni Hindistonning ayrilmas bir qismi deb qayta ta'kidlagan ikki partiya qarorini o'tirg'a qo'ygan va yana qarorga Amerikaning McMahon liniyasini Xitoy-Hindiston o'rtasidagi xalqaro chegara deb e'tirof qilganligini qo'shib qo'ygan. Bu qaror Amerika bilan Hindistonning mudofaa, texnika, iqtisod va kishilik munosabatga chetishliq ikki taraflik hamkorligini kuchaytirish uchun xizmat qilar ekan. Amerika jasusluq organi tor mas'uli Amerikaning TikTokning ana shirkati ByteDance shirkatini nazorat qilishini talab qilgan. Yahoo xabarlarining 28 mart kunidagi xabarida aytilishicha, Amerika davlat bexatarlik idorasi tor bexatarlik organining mas'uli Rob Joyce Xitoyning ommabop sinambaylash detali TikTokni uzun muddatlik strategik tor bexatarligi masalasi, Amerika hukumati 5, 10 yoki 20 yil ichida yuz beradigan xatarlik hodisining oldini olishda taktikalik tahdidga qarshi turib, TikTokning Xitoydagi ana shirkati ByteDance cheklik shirkatini nazorat qilishi kerak. Xitoy biz ko'rib turayotgan sonliq ma'lumotlarni kontrol qila oladigan tursa, buni nima uchun Amerikaga kirgizamiz degan. Siyosiylar va tor bexatarligi mutaxassislari TikTokning ana shirkati ByteDance'ning oylik 150 million amerikalik mushtarisi haqida intayin ko'p uchurga ega bo'lganligidan andish qilganligini, bu detalning sonliq ma'lumotlarni ayirish, bir taraf qilish qadamlarining
Beyjingdan uzoqlashtirishga yetarlik emasligini aytgan. Алдыңғы haftadagi isbot anglash yig'inida TikTokning bosh ijroiya amaldori TikTokning YouTube, Google, Instagram qatorliq boshqa ijtimoiy aloqa usullaridanmi cho'ng xatar ilib kelmaydiganligini, gumondan saqlanish uchun g'arbdagi raqobatchilarga qaraganda texmi ko'p bexatarlik tadbirlarini yo'lga qo'yganligini aytib, o'zini oqlashga tirishgan. G'arb siyosiy obzorchilarining tanqidlarida bo'libmi demokratiya ostida qilinayotgan siyosiy aldamchiliklarga qarata bir qism obzorlarda Birlashma hukumat deganlik Group 8 ga o'xshaydi. Ehtiyot qilmoq kerak degan qurlar kechidi. Demakchi bo'lgani siyosatchilar bir qurilmaning ahli bo'lib xato qaror elishsa, qolgan o'qituvchi partiyalar buningga darhol mudohala qiladi, uni pash qiladi yoki kelib chiqish oldidagi xatolikdan ogohlantiradi. Lekin Birlashma hukumat xato qaror olsa, demak bu ularning xalqni birlashib yasaymiz deganligidir. Obzorchilar deydiki, gaz shirkatining sho'balari orasidagi kengashda idoriy birlik xato qaror chiqarsa, uning xatoligini xizmatga tushgan hamon bayqash mumkin. Lekin Birlashma hukumat xato qaror chiqarsa, ko'pincha holda xatolik ziyonni tortib bo'lgandan keyin bo'ladi. Vabali xalqqa bo'lgan. Aslab ko'radigan bo'lsak, bu obzor bizga 2-chi Cumhuriyet tariximizning taqdirini eslatmay tura olmaydi. Shu chaqda har qaysi tarafdan tashqi besim shakllantirib, o'xshash mustaqillik deydigan guruhlar tashqi besim bilan moslashib turib, ideologiyasi va siyosiy mavqesi sog'lom bo'lgan Cumhuriyet raisi boshchiligidagi tashkilni Birlashma hukumat qurishga qistagan. Bu amalga oshgandan keyin Cumhuriyetning ideologiyasining qurg'uvchilarini ko'zda yo'qotib yoki tuzitib, o'rnini Birlashma hukumat tarafdorlari egallagan. Natijada Sharq Turkistonni tinch yo'l bilan qo'shqo'llab taslim qilish vazifasi mazkur Birlashma hukumatning haliqi xiyonatlik bitimiga kelish natijasida vujudga chiqqan edi. Mundaqcha aytganda, Birlashma hukumat otliq qo'tanning yasalishi mustamlikchilik davrining boshlanishining muqaddimasini yaratgan. Ishg'olchilikning mashruiyat qozonishidagi ochqichiga aylangan edi. Takarrur tarix yana shuni farqli variant va farqli bo'yoq bilan qarshimizga chiqayotganligi, mash'um tarix kunimizga kelib, yana bizni o'xshash qismatning iskanjasiga qistavotgan siyosiy nodonlikning badalini aslab to'ltishga ishtiradigan bir atmosferaning shakllanishiga yangtirayotgan bir holat aks etib turibdi. Qaysi bir mutafakkirning aytganidek, haqiqat yasab chiqila bo'ladigan narsa emas. Suiqasdlik siyosat dal yasab chiqilgan haqiqatning me'mori bo'lib, haq ahlining qo'lida idora qilinmagan siyosat haqiqatni qo'nchoqlashtirishdan, qilich bo'lib xalqning qinini to'kkicha aylanib qolishdan saqlanolmaydi. Aslida sun'iy barliqqa kelgan hukumatlarni avval originalda qabul qilish, arqadan originalini, ya'ni kelib hukumatning qurilish ideologiyasi bo'lgan milliy irodada tavranmaslikni adoq shuar qilgan asliligi bor bo'lgan bir hukumatni krizisning undirmanlari bilan tang o'ringa qo'yish, millatni ahmaq qilib o'ynashdan, ishlab kelayotgan hukumat mexanizmiga chumoq silib, sun'iy kun tartib yasab yo'lni oqsitishdan boshqa emas. Ya'ni kelib buni bir turkum siyosiy tutumlari har turli siyosiy ansamblchilar bilan talada ayrim, mehmonxonada ayrim nafar o'ynay oladigan texi 4 yil muqaddam mustaqillik irodasini jakarlash tipidagi imzo ishida o'sayga ketgan aksicha Mr. Jackning milliy mustaqillik irodasini ziydiligüchi Şinjan ismida mavzu qo'yilgan imzo faoliyatining aktiv tashviqotchisi bo'lgan shaxsiy hayotiga qaralsimi, biror Uyg'ur bilan to'y qilganligimi bilinmagan, o'z pishtining kimligining Uyg'ur bo'lishiga ahamiyat bermay o'tgan millatchi siyoqidagi tiplarning mundaqcha aytganda siyosatning vankampirlarining qo'lida ishga oshirilmoqchi bo'lganligining o'zila buning bir turlik asorat ahdnomasini yangilash projesining bir qismi bo'lishini ta'kidlamay qolmaydi. Xulosalaganda, ishni Sharq Turkiston hukumatidan boshlash projesining siyosiy harakatga chumoq silishda, ishni oldi bilan original hukumatni Medin Chaynasman yasalgan undirma hukumatlar bilan aralashtirib harmonlash, buzish, mundaqcha aytganda, puqi bilan bulmuqini aralashtirib yetishdan boshqa emasligi o'rtada. Burhan Muhammadning siyosat do'qmishining vankampirlari nima deydi nomli maqolasidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.